Assalomu alaykum. Velosiped obunachilari hamda bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Hozir sizlar bilan yangi tayyor yig'ilgan velosiped narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Bu velosipedlarimiz yangi, hali minilmagan hamda 100% tayyor holatda bo'ladi. Velosipedlarimiz assortimentlari mavjud. Butun O'zbekiston bo'ylab optim oladiganlarga dostavka xizmatimiz ham bor. Dono oladiganlarga BTS pochta orqali jo'natamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani. Sizlar bilan bitta narxlarni tanishtirib o'taman. Hop, birinchida turgan velosipedimiz razmeri 28, vilkarali amortizator vilka. Apparatlari Hindiston apparati qo'yilgan. Oldingi rossiyskiy zapchastlar tushadiganidan. Bu velosipedimiz narxi 1.100.000. Keyingi velosipedimiz xuddi shu birinchi velosipedimizni arzonroq qilib yig'ilgan varianti. Bu velosipedimiz ham razmeri 28. Oq alyumin diskalar qo'yilgan. Bu velosipedimiz ikki xil rangi bor, qora hamda ko'k. Hozir ko'k rangida 2 dona qoldi, qolgani yig'ilmaganlar hammasi qora. Bu velosipedimiz narxi 750.000. Keyin navbatdagi velosipedlarimiz. Keyingi velosipedimiz nomi M2, razmeri 28. O'zimiz tilda qora bayir nomi bilan juda ham mashhur bo'lgan velosipedimiz. Bu velosipedimiz ikki xili bor. Amortizator vilkali hamda oddiy. Oddiy vilkalimiz narxi 950.000. Amortizatorli original qilib yig'ilgani, alyumin pedal, apparat Hindiston narsalari ancha original sifatli qilib yig'ilgan. Bunimiz narxi 1.100.000. Keyingi velosipedlarimiz. Bu velosipedimiz navigator, razmeri 28. Oldi generatorlar qo'yilgan hamda orqasida yosh bolalar uchun sidina, qulf, nasos, hamma qo'shimcha narsalari bor. Bu velosipedimiz narxi 1 million. Keyin xuddi shunaqa mana 26 razmerda tayyorlaganmiz. Bu velosipedlarimiz amortizator vilkali, ham orqasi sidinasi bor. Bunimiz yosh kattalarimiz uchun juda ham yengil va qulay ixcham velosipedlar hisoblanadi. Pokrishka diskalari sifatli narsalardan tayyorlaganmiz. Zapchastlari hammasi original. Bu velosipedimiz narxi 1.200.000. Hop, bu tomonda germanskiy velosipedlarimiz bor. Germanskiy velosipedlarimiz narxlari xavfli bo'lgani uchun bularni bitta alohida video qilib chiqaryapmiz. Hop, umumiy assortiment oladiganlarga umumiy qilib aytib o'taman. Germanskiy velosipedlarimiz 800.000 dan 1.300.000 gacha. Mana shu birinchida turgan Muyskoy 3 tali skolli germanskiy velosipedimiz narxi 900.000. Mana tuya velosipedimiz 3 ta skolli, bunisi 1.100.000. Hamda bunaqa qizil motorlanma deyiladi. Bu ham 3 ta skolli oyoqlarimiz. Bularimiz 800.000. Bu velosipedimiz rossiyskiy, bundan kamroq tayyorlanadi, lekin qiziqishga yig'iladi bu. Velosipedimizni qiziquvchilar o'zlab boshqa nima. Bu velosipedda assortimentlarimiz bor. Sotuvchilar, kredit magazinlar, savdo do'konlariga bemalol assortiment qilib 100% tayyor holatda yetkazib beramiz. Optim oladiganlarga dostavka xizmatimiz mutlaqo bepul. Dono oladiganlarga aytib o'tgandek BTS pochta orqali jo'natamiz. Manzilimiz, takrorlab o'taman, manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani. Kimga shunaqa sifatli qilib yig'ilgan 100% tayyor holatdagi velosipedlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.